Hey, ana qiz ko'rasanmi, o'tiraver ekan. Nargizan. Ana shuni senga olib bermoqchiman. Olasanmi? Ha? Uylanasan keladimi? Nima yo'q? Nima qayt? Uylanasanmi? Ibiyatga qarab, ket. Ket jinni. Erta dadam uylantirsa, erta? Ha, qachondir dadam uylantirsa. Nargiza ertalab turavsari. Mana taka turing deydi. Men yo'q xotin. Yutib turg'iz deyman. Ha, erta sinfdoshman to'y ekan. Sinfdoshingga? Ha. Uylantiraymi seni? Ha? Yo'q. Nima yo'q? Hay? Qaymi yo'qmi? Bilmi? Bilmi? Uylanasan kelyaptimi? Yo'q. Ba, mollara qara. Bu Nargizani bor o'tlarini toshibga yugur. Mana. Rahmat Murod, yordam berganing uchun. Ustlaring ham chang bo'lib ketibdi, Murod. Bunday ekan. Dada. Siz yangiligim bu. Yana nima boshlading? Yaxshi niyatda magazin ochdim. Shuni amakim bilan ikkovlaringiz borib ochib beringlar lentani qirqib. Ey, siz olib kelib ochilishga nima qilyapti? Bu ham bir baxt-da. To'g'ri aytasiz. Tayyormisizlar? Ha, ochgan tezroq. Nima ochding ekan? Ana, Qani? Mana dada. Yoqdimi sizlarga? Nima bu bacham? Kiyim. Qanaqa kiyim bu? Qanaqa kiyim bu? ko'rmay turibsan, mana u. Ey, nima bu? Shunaqa magazin ochding. Nima bu? Ey, nima bu? Erkaklar kiyadi. Nima bu? O'g'lingiz nima ish qiladi? Ayollar ichki kiyim sotar. Amca, nerish deyman, qan qo'yinqa davlingiz ko'taradi. Keting. Ey, qan qo'yinqani bo'ylabdi. Hozir tushuntiramiz. Dam tadan davlingiz. Ana ko'taradi. Kichkina magazin nasib bo'lsa buni katta. Ana yibing. Kattalarni ham sotasiz. Dada bir marta ishonmay biznesimiz zo'r bo'lib ketdi. Sizlar reklama deb chaqirtirdingizlarmi? Bu kim bu? Bloger chaqirganman, shu reklama qilib yurtadi. Lekin reklama qilsam bloger zo'r bo'ladi, sen. Qani? Bloger chaqirtirdingmi? Bloger nima kerak? Tadan davlingiz qilsin. Soundda blogerda. Ha, blogerman. Profiling nima? Azmir Vayn. Menga qara, Azmir Vayn. Nimani reklama qilishingni bilasanmi o'zingda? Yo'q, bilmayman, menga do'kon deb chaqirdilar-da, nima qilay? Necha martaga o'rgansan? Yo'q, endi men boshdan o'tgan blogerman-ku, shuning uchun barterga gaplashganman. Barter? Ha. Ha, bo'ldi, reklama qilgan. Bo'p. Hamsa qanday bloger ekan bu? Au, yosh endi chiqayotgan bloger ekan, barterga kelibdi. Barter nima u? Ha, reklama qiladi, video qo'yib beradi, o'rniga magazindan narsa olib ketadi. Azamat, bacham og'zingga soma o'yinchog'i? Soma bacham. Og'zingga soma deydi men senga. Sichqon, mish, ayi, medved. Itma bacham, itma. Itma, qo'ling tiqma unga. Itma. Tulki, Lisa. Yetma dedim ben sana. Kimman? Tasaga. Mehr berish yaxshi ko'raman bachalar. Juda ham yaxshi ko'raman. Bacha kichkina bachalar ko'raversam, jonim bacham, jim o'tiring, o'z onangiz keladi. Hay, o'zim bacham asol, bacham meni. Qanday qilib asablaringiz buzilmaydi bu sohaga? Ha, endi 20 yildan beri shu sohadaman. Asablarim o'rganib ketgan. Spakoyno odamman. Bacham, jim o'tiring, hay. Juda ham spakoyno odamman. Onangga bir jim o'tir dedim men senga. Asabim buzilyapti ba'zida. Ba'zida asabim buziladi shu. Men senga tortma dedim men senga. Hozir onang keladi dedim. Hammamiz allo qilamiz bachalar. Qaymi? Hammamiz o'qib ish qilamiz. Allo qilamiz hammamiz. Siz nima uxlamayapsiz bacha? Uxlamayman men. Spakoyni bo'lamiz. Hamma uxlasin. Bachalarim. Dada, 2 so'm pul bering. Nima qilasan 2 so'm?
Maktabda ko'rjik bilan delfinchalik suvchi olaman. Uydan non olib ketmaysan-ku men. To'ymayman-da. Men 100 so'm bo'ladi. Dada, 200 ming so'm pul berib yuboring maktabga. Maktabga 200 ming so'm pul olib ketasanmi? Darsdan keyin divideniyamiz bo'ldi bachalar bilan. O'shaning uchun. Tirishib. Takoy, plastik. O, pul ko'p ekan-ku, adda berib yuboring yana. Turay, tur. Soliq kelgan yana bor, buni to'lash kerak. Bu yerda ochratam tiqilib yotibdi. Borda sen ochrat ol. Men keyin ochratimiz kelganda chaqirasan, men boraman. Men. Soliq chiqibdi-ku, soliq to'lash kerak, bacham. Paymi bormi? Paymidan to'lasa bo'ladi-ku, oson-ku paymi bilan. Qanday to'laysan? Paymi bormi? Bering to'lab beraman atak. Mana unda kirasida soliq bo'limiga kirib, Kecha bozorda amakingdan qarz olgandim men. Tez amakingga berib kanash puli. amakim uyi Toshkentda-ku. Nima bo'ldi? Bo, peshkun 1 soatda borasan. Tez beribki. 1 soatda? Ha, Toshkentdami? ana jilli. Jilli, nima ish etib o'tiribsan? Ayog'a ishlov beraman, kachka qilaman. Oyog'i shunday, oyog'i o'tirala bacham. O't, ma. Pul oldi amakingga beribki, kecha qarz olibdim amakingdan. Borib kelish shart emas, paymini kartasi bormi? Bor. Bo'ldi, paymidan to'lov qilamiz, paymidan o'tkazsa bo'ladi. Amakim uyi Toshkentda-ku. Ma tasha. Bo'ldi, kartasi bormi? Tashab qo'yganlar, o'zi tashiyman. Pul uyda qolibdi-ku bacham. O't yuguruydan pul olibki. Pul uyda qolibdi-ku bacham. O't yuguruydan pul olibki, beraylik. Dada, pul to'lash shart emas. Paymi bilan hayot yanada oson. Paymi bilan to'lov qilsangiz bo'ladi o'z magazinlarda ham. Bilib o'tiribman, to'lasa bo'ladi. Telefonim uyda qolgan-ku. Mayli unda. Tez bu tirishma, o't. Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen ham yaxshi ko'rasanmi? Keyin bizdan pichoq. Astagfirullah. O'rta ish ko'ryapsiz. Uylanasiz kelganmi yo'qmi? Qo'lingni ber, men seni uzoqlarga olib ketaman. Unangim gör. To'g'da nima ayb? Jonim, sizdan bitta bo'z olsam maylimi? Ket. Mo'ralama! Kelin bo'lar, yor! İsmat bu uyda vapshi yotib o'ylatirgan yo'q bu yetmaging dastidan nima yeshak degan o'tdi bu? Rossiyaga ketasan degandim. Shunga ketmaslikka harakat qilyapti. Bari ketasan undan keyin ko'r. Mana yangi ixtiro, o'tirigan apparat. Mana 3 ta sko'risi bor. Birinchisi sal sekin, ikkinchisi sal tezroq, uchinchisi bali tez. Endi qiynalishni o'tlaverishadi. Qanday yoqasan buni? Buni uyda reski olib kelib, yana tiqib o'rib ishlataverasiz to'tga. Ha, kim oladi buni? Buni mana bamaki yangi ixtiro mana o't apparat. Bu to'kda ishlaydi. Benzin rasxod qilmaysiz mana. Zo'r bamaki. Olasizmi? Buni nima qilaman? Men undan ko'ra o'roqda o'ranib yaxshi ko'raman. Zo'r ishlaydi bu mana qarang. Yoqasiz to'ka tiqdan shunday o'rasiz o'tlar. Yengilgina. Oling amaki shuni iltimosdan oling. Qancha pul bu jiyan? 1 million. Oling amaki iltimos. 1 million? Dadang Rossiyaga senga bilet olib qo'yganmi? Avo. Ha ketib, nima qilasan o'zing bunday qiynab? Shundan o'tirayotam bo'laman. Chartoshku, jilli. Ha o'tlar. Ketay Rossiyaga. Amaki oling shuni iltimos. Qarang yangi nasosni ixtiro qildim. Ko'rasiz mana. Hamda ustini bossangiz suv chiqaradi. Xohlasangiz qo'lingizni yuvsangiz ham bo'ladi. Benzin, to'kish narsa rasxod qilmaydi. Faqat ustidan bossangiz bo'ldi. Qanday? Endi ketmanmi Rossiyaga? O'taga kirgizib qo'yib bacham baqlashgani. Nima qilyapsiz? Yo'q, bachangiz Rossiyaga ketmaslik uchun haddi harakat qilyapti. Baribir ketarmi onangim? Endi bu nasibcha bilan ketadi hamda. Mana yangi ixtirom televizor degan apparat yaratdim. Bunda har xil telekanallar ko'rsangizlar bo'ladi. Ana Zo'r TV, Milliy TVlari, to'kda ishlaydi, hech qanaqa benzin rasxod qilmaydi. Pultni olib endi yarataman pultini ham. Zo'rmi? Nechinchisiga oldingiz bileti? 27-sida. O'zi 2 kun qolibdi.